o'g'il bolalarga qarz berishdan o'sha to'xtadim, oldi berdi qilishdan. Qizlar bilan oldi berdi qilyapman. Qizlar bilan oldi berdi qilsangiz, xatyabi ana pulingizni ola olmasangiz, hech bo'lmasa qizlar bilan mehribon mana, otaga mehribon, akaga, ukaga mehribon, misol uchun. Sizga ham mehribonlik qiladi-da ular. Juda uyalganlar, hech bo'lmasa ular sizni bir piyola choy berib, nima deydi, mehmon qiladi, osh qilib beradi. Hech bo'lmaganda masaj qilib qo'yadi. Xatyabi-da uyalganlar. Amijo'lab u o'rtog'iz masaj ham qilmaydi. Oyog'im bosib qo'ysa, qo'yib qo'ysam, sen nima qarzim bor deb, sen oyog'ingni bosishim kerak. Ana qiz oyog'ingizni bosadi. Balki kelishib qolsangiz, balki boshqa yelkalaringizni ham bosar, qo'llaringizni ham bosar, sonlaringizni masaj qilib qo'yasiz. Xatyabi sal bo'lsa ham uslubingizdan foydalanasiz, pulingizni ola olmasangiz. O'zingizdan zabardast baquvvatga bersangiz, bu jiyalar bundan qarzingizni so'rashga qo'rqasiz ham, urib yormasin deb. O'zingizni pulingiz nimaga kerakligini unga tushuntirishingiz kerak ekan. Unga pul bergansiz, $5000 bir oyga deb. 3 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi. Shu yalinasiz, o'rtoq, menga kerak. Men bundan olishim kerak. Nimaga siz o'zingizni pulingizni nimaga ishlatishingizni birovga tushuntirishingiz kerak. Pa faktda. Lekin 99% holatlarda shunaqa. Menda bo'ldi. Shuning uchun qizlarga bersangiz hech bo'lmasa anaqa zagrankangizni tashab qo'ying, anaqa Tailandga, Maldiviga ikkita anaqa bilet olib qo'ydim. Aylanib kelamiz, qarz o'sha yerda o'tirib, dengiz bo'yida gaplasharmiz. Bu dunyo o'tkinchi dunyo desa, u ham misol uchun 90% holatlarda yo'q demaydi. Ha, mayli, aylanib ham kelamiz. Siz ham oldingizda odam uyalib qoldi, qarzingizni bera olmayapman. Keyin siz aytasiz, mayli endi dengiz bo'yida o'sha yerda o'tirib, shuni ham bir gaplashib olamiz deysiz-da, xatyabi-da, mana ko'rdingizmi mana. Xatyabi sal bo'lsa ham qizlar baribir mehribon. Akaga, otaga, ukaga mehribon, sizga ham mehribonlik qiladi 90% holatlarda. Bilan deyapman.